Assalomu alaykum ustakalar. Xudo xolasa mana konteynerdan bo'lgan palovkamizni ikkinchi etajiga chiqqanda qanaqangi tuyuladi degan ustakalarimizga mana xudo xolasa yig'ib ko'rsatib ham beryapmiz. Xudo xolasa vashi zo'r holatda chiqyapti. Mana choklari ham ko'rinishlari, mana liniyalari, bu yoqdan ham liniyalari. Bu palovkamiz 50 talik palovka, tagidagi 70-80 talik palovkamiz. Hozir yana ko'rsatamiz. 3 qavat qilib turib terilgan holatini ham. Buni o'zim bosaman. Mana o'sha xudo xolasa ikkinchi qavat. Bitta 70 talik, bitta 60 taligimiz va yana hozir ustiga 50 taligimizni ham taklab ko'rsatamiz. Ustakalarimiz qiynalishyapti. Endi sizlarga chiroyli natija bo'lsin degan maqsadda ko'rsatilyapti. Xudo xolasa holati vashli zo'r, mo'shni holat ekan. Holatda bo'lib chiqdi. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda chempion ustakalarimiz bor.